Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Eron Bershevaga raketa zarbasini berdi. Microsoft ofisi yaqinida portlash, 6 kishi jabrlandi. 2025-yil 20-iyun kuni Eron Isroilning janubida joylashgan Bersheva shahriga raketa zarbasini yo'lladi. Magen David Adom tez tibbiy yordam xizmati ma'lumotiga ko'ra, raketa Microsoft kompaniyasi ofis binosi yaqiniga tushgan. Hodisa oqibatida 6 kishi yengil jarohat olgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bildirishicha, hujumdagi asosiy nishon aynan Microsoft ofis binosi bo'lgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Yahudiy davlati daromadining yarmi texnologik kompaniyalar eksportiga bog'liq. Microsoft esa Isroil armiyasi bilan raketa perexvati sohalarida hamkorlik qiladi. Isroil armiyasi bunga javoban shu kunning tongida 60 ta harbiy samolyot orqali Tehron va boshqa hududlardagi raketa sanoati obyektlari hamda yadroviy tadqiqot markazlariga zarbalar yo'llaganini ma'lum qildi. Dahshat! Eron birinchi marta zamonaviy vertikal raketalardan foydalanmoqda. So'nggi kunlarda Eron vertikal ravishda uchib, osmonga g'oyib bo'ladigan va mo'ljallangan nishonlari tomon yo'nalgan raketalarni uchirdi, deydi ekspertlar. Bu haqda Ozod Iran nashri xabar berdi. Ekspertlarning fikricha, gap birinchi gipertovushli qurol Fattoh yoki Sijil va Xaybar kabi ballistik raketalarning so'nggi modifikatsiyalari haqida bormoqda. Bunday raketalar vertikal ravishda uchib, atmosferaning yuqori qatlamlariga ko'tarilib, nishonlarni katta tezlik va aniqlik bilan uradi. Isroil bosqini Eronni yadroviy bomba yaratishga undashi mumkin. New York Times ma'lumotlariga ko'ra, agar AQSh Fordo yadroviy inshootiga zarba bersa yoki Isroil bosqinchilari Oyatulloh Ali Xomanayni yo'q qilishga urinadigan bo'lsa, Eron yadroviy qurol ishlab chiqarishga kirishishi mumkin. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Redcliffe ta'kidlashicha, Eron yadroviy qurol yaratish uchun deyarli barcha zarur imkoniyatlarga ega va bu faqat bir necha oydan bir yilgacha vaqt talab qilishi mumkin. Fordo Eronning yadroviy dasturidagi asosiy nuqtalardan biri bo'lib qolmoqda. Unga qilingan har qanday hujum vaziyatning keskinlashishiga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa so'nggi paytlarda Eron va Isroil o'rtasidagi zarbalar, dron hujumlari va yadroviy obyektlardagi portlashlar fonida xavfli hisoblanadi. Eron o'zining yadroviy dasturini tinch maqsadlarga qaratilgan deb hisoblamoqda. Biroq agar unga qarshi tajovuz qilinsa, bu ssenariy mutlaqo o'zgarishi mumkin. Kuzatuv kameralari Eronning yangi quroliga aylandi. Eron raketalar samaradorligini kuzatish uchun xususiy kameralardan foydalanmoqda. Bloomberg agentligi xabar berishicha, Eron so'nggi kunlarda Isroilga qaratilgan raketali hujumlar natijasini baholash uchun xususiy kuzatuv kameralariga ulanishga urinmoqda. Bu haqda Isroil milliy kiberxavfsizlik boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagan Rafael Franco ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Eron mutaxassislari so'nggi 3 kun ichida fuqarolarning video kameralarga kirib, raketalar qaysi joyga tushganini bilish va keyingi zarbalar aniqligini oshirish maqsadida ma'lumot to'plamoqda. Isroil jamoat radiosi orqali chiqish qilgan Franco fuqarolarni uydagi kameralarni o'chirishga yoki parollarini o'zgartirishga chaqirdi. Bu chiqishdan avval Isroil poytaxti Tel Avivdagi ko'p qavatli binolar joylashgan hududga Eron raketa zarbalari bergan edi. Isroil bosh vaziri qonxo'r Benyamin Netanyahu avvalroq Eronning zarbalari Saroka shifoxonasiga tekkanini aytgan edi. U yerda Isroil harbiylari davolanayotgan edi. Times of Israel gazetasi binolarning yuqori qavatlari vayron bo'lgani haqida yozdi. Bu orada Eron Milliy xavfsizlik kengashi bayonot bilan chiqib, zarbalar Isroil jazoga tortilib, tovon to'lamaguniga qadar davom etishini ma'lum qildi. Tehron yangi zarbalarga barcha imkoniyatlari bilan javob qaytarishini aytdi. Isroil Eron bilan urushga qancha mablag' sarflamoqda? Isroilning Eron bilan davom etayotgan qurolli mojarodagi harbiy xarajatlari kuniga $100 million tashkil qilmoqda. Bu haqda o'z tahlilchilariga tayanib Wall Street Journal xabar berdi. Ekspertlar hisob-kitobiga ko'ra, harbiy harakatlar bir oyda Isroilga $12 milliard ga tushishi mumkin. Faqat havo hujumiga qarshi mudofaa vositalaridan foydalanishning o'ziga kuniga $200 million gacha mablag' sarflanmoqda. Eron zarbalaridan keyingi infratuzilma va uy-joylarni tiklash ishlari esa kamida $400 million ga tushadi.
Bu darajadagi moliyaviy yuk Isroilning uzoq muddatli harbiy harakatlarini olib borish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Isroildagi Milliy xavfsizlik tadqiqotlari instituti eksperti Yegoshua Kalinskiyning aytishicha, Dovud Palohmoni deb nomlanuvchi havo mudofaa tizimini faollashtirish har bir holatda $700 million tushadi. Shuningdek, Nayza 3 tizimi orqali bitta raketani yo'q qilish uchun $4 million sarflanadi. Zamonaviy F-35 qiruvchi samolyotining 1 soatlik parvozi $10 ming tashkil qiladi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.